bog'cha degan gapimdan даже kerak bo'lsa stulni tagiga kirib qaltiraydigan holatga tushdi. Baqirilgan, qaysidir bolani urgan. 4 yoshdan keyin bolani bog'chaga berishga qaror qildim. Bitta xususiy bog'chaga berganman. Bog'chaga berganimdan keyin 2 kun o'tib, уже bolada juda katta o'zgarish bo'ldi. Bola stressga tushdi boshladi. Bog'cha degan gapimdan даже kerak bo'lsa stulni tagiga kirib qaltiraydigan holatga tushdi. Men surishtirdim, tagiga ketsam, bog'chada bolalarga baqirilgan, qaysidir bolani urgan, shuni holatini bolam ko'zi bilan ko'rganim uchun bu narsa bolamga juda qattiq ta'sir qilgan. Keyin menga Nebula Montessori bog'chasini tavsiya qilishdi. Bu bog'chaga olib keldim. 2 kundayoq bola inglizcha gaplashishni boshladi menga. Bu qanaqa bo'ladi, bu qanaqa degan savollar hech qachon bermagan shu kungacha bolam. Bog'chaga borgandan keyin 2 kundayoq o'zi menga savollar berishni boshladi. Uyda samostoятельно harakatlanishni boshladi. Hattoki hojatxonaga mensiz kirmasdi. Hozir bolam ishonchi juda katta. Bu bog'chaga to'layotgan pulim o'zini 100% emas, 1000% oqlayapti. Agar bu bog'cha 5 million bo'lganda 5 millionga ham o'qitardim. Siz ham farzandingizda shunday natija bo'lishini xohlaysizmi? Unda biz sizlarni Nebula Montessori bog'chasida kutib qolamiz.